O'sha yangi yo'lliklar kutgan Fronza mosini ochilishiga menimcha sanoqli kunlar qoldi. Buni qaranglar, buni. Mos ustidaman men hozir kengina. Hop, bismillah. Yangi. Va bu yoqlar yangi asfalt pastda. Butun kanapasi, bu yoq tushish ham keng bo'lgan, chiqish ham keng, nari tomonlari ham keng bo'lgan. Hozircha yopib qo'yishibdi. Ya'ni o'tkazishmayapti. Menimcha ochilish bo'ladi, chunki mana bu yoqlari ham bormi? Polni bordyorlar bilan chotki bo'lib, o'sha Yevropa standartlariga javob beradigan yo'l bo'lyapti, xudo xolasa. Men bu yerdan yopishsam bundoq takoy bo'ladi. Endi va odam yurishi mumkin. Sizga o'xshaganlar kelib. Bitta ko'ringlar dedim. Xudo xolasa oz fursatda ochiladi degan umiddamiz. Mana shularga ham polni, shotkalar bilan bu yog'i ham chotki, nari tomoni ham chotki, o pastdagi magazinlargacha chiqib qo'yishibdi. Tak что, xudo xohlasa, tez kunlarda ochiladi degan umiddamiz. Mana pastda ham ko'ryapsizlar, yangi asfalt qo'yishib bidonkalarni. Vau, mazax ketishyapti-yu. Tak что, shunaqa gaplar o'tib ketdim, sizlarga ham ko'rsatay dedim shuni. Bu yoq ochilsa ancha yengil bo'lib qoladi bu yoqdagi aholi uchun. Tak что, ketdik mana.